Siz ko'rib turgan bu insonlar uxlab yotgani yo'q. Ular bu dunyoni tark etgan. Ular ertaga uyg'onaman deb o'ylashgan edi. Ammo bitta xatoga yo'l qo'yishdi. Avval shuni biling, men is gaziman. Men ko'mir yoki gaz chala yonishi natijasida paydo bo'laman. Men ko'rinmayman. Rangim yo'q, hidim yo'q. Ko'pchilik meni sezmaydi. Ko'mir yoki gaz to'liq yonmagan paytdan boshlab men sekin ta'sir qila boshlayman. Men shovqinsiz tarqalaman. Ko'pincha uxlayotgan paytingizda bolalaringiz yonida bir necha daqiqa ichida siz nafas olasiz va men o'pkangizga kiraman. Qon orqali butun tanaga tarqalaman. Qonda kislorod tashilishini to'saman. Miya kislorodsiz qoladi. Yurak kislorodsiz qoladi. Hush asta sekin o'chadi. Og'riq sezilmaydi. Ogohlantiruvchi belgi bo'lmaydi. Asosan sovuq paytlarda uylar yopiq bo'ladi, derazalar kam ochiladi. Pech va isitish moslamalari yoqiladi. Ko'mir yoki gaz to'liq yonmaydi. Shu vaqtda men xonada sekin to'planaman va sizni ogohlantirmasdan ixtiyoriy va majburiy ravishda jazolayman. O'zingiz va yaqinlaringizni saqlab qolish uchun quyidagi maslahatlarga amal qiling. Gaz va pech qurilmalari faqat soz holatda ishlatilishi kerak. Tutun chiqadigan yo'llar doimo ochiq va toza bo'lishi shart. Pech pishayotgan paytda xonada kamida minimal havo almashinuvi bo'lishi kerak. Uxlashdan oldin pech va isitish moslamalarini albatta o'chiring. Uyda is gazi detektori o'rnatilgan va ishlayotgan bo'lishi juda muhim. Is gazidan shubha tug'ilsa, odamlarni darhol toza havoga olib chiqing. Zudlik bilan tez yordam chaqiring.